qalbida xotirjamlik bo'ladi. Uning ko'nglini bir joyda qilib qo'yadi. Dunyo uning oldiga o'zi xohlab kelaveradi. Davomini qarang. Va man kanatid dunya hammahu. Endi kimning eng asosiy g'ami shu dunyo bo'lsa, faqat dunyo g'am bo'lsa, ja'alallohu faqrahu bayna aynayhi. Bunaqa odamni kambag'alligini mana ikkala ko'zini o'rtasiga, peshonasiga yozib qo'yadi. Fafarraq alayhi shamlahu. Uni ishini sochib qo'yadi, ko'nglini notinch qilib qo'yadi. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dunyo odamni Alloh taqdir qilgandan oshchasi kelmaydi. Bittasini Alloh taolo hamma g'am tashvishiga o'zi kifoya qilyapti, bittasini Alloh taolo sochib qo'yapti ishini, doim baxtsiz. Farq nimada? Ikkalasi ham mehnat qiladi, ikkalasi ham ilm o'qiydi, ikkalasi ham hunar qiladi. Birinchi odamning g'ami Allohning roziligi. Ikkinchi odamning g'ami dunyo. Mana endi tushunyapsizlarmi nimaga doim yetmaydi? Nimaga doim shikoyat bor? Nima uchun boylar ham doim pul orqasidan quvaveradi? Chunki o'lchov noto'g'ri. Kompas chataq. Boshqa hadisda aytadilar: "Man ja'ala al-humuma hamman wahidan, kafahu Allohu hamma dunya." Kim ko'p g'amlarni bitta g'am qilib olsa, Alloh u uchun dunyo g'amlariga o'zi kifoya qiladi. G'am ko'p dunyoda. Sog'lik bor, tinchlik bor, uy bor, kiyim bor, pul bor, bola bor. Mana shu g'amlarni hammasini bitta g'amga almashtirib olsin. Nima qilsam Alloh mendan rozi bo'ladi degan g'am bilan yashasin. Shu savolni javobini topish bilan shunga harakat qilib yashasin. Qolgan g'amlarga Alloh o'zim kifoya qilaman deyapti. Kimning aqli va qalbini dunyoning ko'p g'amlari va tashvishlari har tarafga sochib yuborgan bo'lsa, Alloh